Hozir vafot etsangiz sizdan nima qoladi? Mandan bola chaqa nimalar qoladi? Hech narsa. Hech narsa. Yaxshilik qoladi. Hozir vafot etsangiz sizdan nima qoladi? Bizdan hech nima qolmadi. Bilmadim, aka, buni o'ylab ko'rmagan ekan. Hozir vafot etsangiz sizdan nima qoladi? Hech nima qolmaydi. Hech nima qolmaydi. Nima qoladi? Shu yerda yurganimiz qoladi xolos. Inshaalloh yaxshilik qilganim, yomonlik qilganim qoladi. Nima qolardi? Boshqa hech narsa qolmaydi. Bilmadim, o'ylab ko'rmagan ekan. Sizdan qoladigan narsa farzand amal qiladi. Chiroyli amalingiz qoladi. Yaxshi amallarimiz, qilgan ihsonlarimiz qoladi. Farzandlarim qilishi mumkin, boshqasi bilmadim. Yaqin insonlarimiz uchun yaxshi xotiralarimiz qoladi. Qilgan yaxshi amallarimiz qoladi. Men qilgan ishlar qolsa kerak, shogirdlarim qolsa kerak, bola chaqalarim qolsa kerak. Ota-onam qoladi albatta. Zurriyotlarim qoladi. Faqat yomon xotira bo'lsa kerak.